Assalomu alaykum biz kuzatuvchilar. Arilarimizga shavul kislotasini qo'llashlik jarayonini ko'rsatib o'tgan bo'lamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Hozir biz shakarga harakat qilamiz. Mana shu idishimizni harakat qilamiz. Shakar olamiz shu idishga. Hozir Hop. 35 gram shavul kislotasiga 200 gram shakar qo'shamiz va 30-40 gradusda isigan suvimizga aralashtirib olamiz. Hop. Bu yerda 700 gram shakarimiz bor ekan. Bundan biz 400 gram olamiz. Chunki biz 1 litr suvga qilmayapmiz, 2 litr suvga qilyapmiz. Shunga 35 dan 70 gram shavul kislotasini qo'shamiz. Bu yerdan hozir 200 gramdan bo'lganda salkam 450 gram qilsagan bo'lar ekan shakarni. Hop. Bunu elini olib tashlaymiz. Hop, bu yerda hozir 545 qoldi. Mana biz tashlashimiz kerak endi. Mana hamma shakarimiz arilarga ketadi. Hozir shakarimiz har yoqqa to'kilib ketmasligi uchun holatda olamiz. Hop. $400 gram, 450 gram qoldiramizda. Hoppa, 440 gram bo'ldi mana. 200 gramdan bo'lganda 220 gramdan bo'lganda shakarimiz 440 gram bo'ldi. Shakarimiz va shavulni kislotamiz mana. Mana shu holatda yarmini ishlatgandik o'tgan safar, mana bu yarmini ishlatyapmiz. 70 gram bo'lyapti idishi bilan. Va biz buni 70 gram bo'lsa, avvalambor mana ko'rib turibsizlar, suvimizga shakarimizni aralashtirib olamiz. Ozgina suv qo'shib olamiz. Hop, bizning xatoyimiz suvni sal ko'proq qo'shib olganimiz bo'ldi. Suv ko'payib ketdi. Bu suvdan ozgina olib tashlaymiz. Biz shakar hisobini olmabmiz-da, suv ko'p quyib yuboribmiz. Hozir varomkani olsak, shu yerga tosh tushib ketishi mumkin. Ozgina qoshiqlab olamiz suvni.
Chunki shakar bilan shavil kislotasini hisobini olishimiz kerak edi. Shuni hisobini ololmay qoldik. Xo'p. Bir piyolacha ortiqcha suv qo'shilib ketgan ekan bunga. Hechqisi yo'q. Bu piyoladagi suvni ham ishlataveramiz. Yo'q deydi mana. Hech buni qiyin joyi yo'q. 400 gram shakarni 35-40 gradusli issiq suvga qo'shib oldik va uni yaxshilab aralashtirib suvga biriktiraveramiz buni. Hech bir qiyin joyi yo'q. Oddiy usullar, oddiy qishloq sharoitidagi qilinayotgan ishlar. Yaxshilab aralashtirib olamiz buni. Shakarni biz eritib olishimiz kerak edi. Shakarni yaxshilab eritib olib shakarimiz erib oldi. Hozir bu yerda mana 70 gram chiqdi idishi bilan. Mana shu 70 gramni 2 litr suvga qo'shaveramiz. Keyin buni ham qo'shib aralashtiraveramiz. Qani nima bo'lar ekan. Buni aralashtirganimiz sari oqarib boraveradi mana. Ko'rib turganlaringizdek. Shavil kislotasini hammasini qo'shib oldik. Xo'p, endi bu yerda hozir 20 gram chiqyapti idishini o'zi. Demak biz 70 gram qo'shgan bo'lsak, 50 gram qo'shibmiz. Yana bunga 20 gram qo'shaveramiz. Chunki 70 gram to'liq bo'lmadi-da. Bir xilga asalaricha hamkasblarimiz 700 gram suvga qiladi. Endi bizni atrofdagi hamkasblarimiz 1 litr suvga qilishadi. Shunga bunga yana bir 20 gram qo'shaveramiz. Mana bunaqa paketda ham bo'ladi shavil kislota va bunaqa idishlarda ham bo'ladi. Shavil kislota. O'zi qancha ekan? Bu 330 gram ekan. Bu bizga yetib ortib ham qoladi, xudo xolasa. 3 marta qo'llashimizga yetib ortib ham qoladi. Hozir havo ancha salqin bo'lib turibdi. Salqinlikdan foydalanib harakat qilamiz. Arilarimizga mana shu shavil kislotani berishlikni. Hop. Endi 20 gramini qanday o'lchaymiz? Mana shu idishga solib qo'yib o'lchaveraymi ekan. Hech bir zarari yo'q bu shavil kislotamizni foydasi borga borki, zarari yo'q.
arilarimizni yig'ib qo'ygan asaliga 45 bo'ldi. Suvni ko'pligiga yana 5 qo'shib yuboramiz endi. Xo'p, bizga endi idish kerak bo'ladi. Kattaroq idish bo'lsa, idishga quyib olishimiz kerak ozginasini. Biz kuzatuvchilarimiz mana shuni idishga quyib olamiz. Hammasini quymaymiz, ozginasini quyib olamiz. Va qolgan kislotamizni qo'shib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Va mana shu baklashkamizni qopqog'ini tekshirib olamiz. Pistillatib sepgani. Endi bunaqa sepadigan pistillatgich sepkimiz bor-u, undan bunda tezroq bo'ladi. Mana. Bo'ldi, hech bir qiyin joyi yo'q buni. Xo'p, yana ozgina qo'shib yuboraymi ekan debman men. Chunki bu yerda yana ozgina suvimiz qoldi. Mana shu suvimiz isrof bo'lmasligi uchun yana ozgina shayvel kislota qo'shib yuboramiz, mayli. Xo'p. Ozginasi bir 2 qopqoq mumkin. Ozgina qo'shib yuboramiz. Bo'ldi. Bu nimani hisobiga shu suvimiz bir piyola ko'payib ketgan ekan. Ana shu asalarini, jihozlarni sotadigan do'konlarda so'rasangiz, shayvelli kislota sotadi. Hamda ko'rinishda bo'ladi, oq va 2-3 kundan keyin mana shu qo'llanma dorimizni ham, ozuqamizni ham qo'llanishlik jarayonni ko'rsatib o'tgan bo'lamiz. Ko'rinyaptimi? 5 litr suvga bo'ladi bu, shakar suvga. Buni ham bir 2-3 marta beriladi. Yaxshilab ko'rib olinglar. Buni ham tarkibida juda ham bir arilarga foydali ozuqalar bor, vitaminlar bor. Shunga 2-3 kundan keyin mana shu vitaminimizni ham, ozuqamizni ham qo'llashlik jarayonini ko'rsatib o'tgan bo'lamiz. Xo'p, endi biz buni yaxshilab aralashtirmoqmiz. Endi biz hozir idishimizga quyib olamiz va arilarimizga sepilayotgan jarayonni ham ko'rsatib o'tgan bo'lamiz. Boshlaring bo'lmasa. Boshqa idishga quyib olamiz, chunki hammasi sig'maydi. Mana oddiygina, soddagina usul bilan tayyorladik mana. Hech qancha vaqt ketgani yo'q. Boshqa idishga quyib olamiz hozir. Bizni kuzatishda davom etinglar. Arilarimizga qo'llanishli jarayondan ko'rsatib o'tgan bo'lamiz. Hammaga rahmat.